tualetga akalar ehtiyotkorlik bilan o'tiramiz. Tualeti ham voy nimalar bo'lib ketdi akalar. Juda ham dahshatli ish bo'ldi. Shovqinda nima bo'lsa ham shirik eshitmagan bo'lsin akalar. O'sha basharasi bujmayib ketibdi akalar. Juda eshitganman deymanda. O'tgan tun deydi kimdir katta qilib chiqib ketibdi. Uni tozalashga ancha vaqt ketdi deyapti akalar. Sizni qo'shnimiz akalar yotgan joyida qaranglar, buni ichiga pichoq tiqib ketgan akalar, yotgan joyida ko'zi ochiq qolib ketib. Salom do'stlar, Abdulham Bey kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda 5 kecha Shrekning hotelida degan o'yin o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, Shrekning mehmonxonasida. Xo'p akalar, har doimgidek videochamiz yo'q ekan, bitta like va do'stlar obunani bosib qo'yinglar. Bu o'yinni yuklayman deganlar uchun har doimgidek do'stlar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p akalar, o'yin bizni ogohlantiryapti. Bu o'yin sizni psixologiyangizga ta'sir ko'rsatishi mumkin va sizni qo'rqitib ham yuborishi mumkin, chunki basharaga sakrab chiqayotgan skrimerlar bor deyapti. Xo'p akalar, mana Shrek ham akalar mehmonxonasiga keldik 5 kecha qolish uchun. Mana akalar, uje bizni birinchi kechamiz boshlandi. Ayni akalar, mana Shrek ham o'tiribdi akalar administratorning o'rnida. Xo'p, bosamiz. Salom deyapti. Xush kelibsan mening mehmonxonamga. Senga qanday yordam berishim mumkin deyapti. Salom, menga 5 kechaga xona kerak edi deyapti akalar. Xo'p, bizda ikkinchi etajda bo'sh xona bor edi deyapti. Yaxshi akalar, ikkinchi etajda bo'sh xona bor ekan. Qarashini qaranglar. Xo'p, eshik ochamiz. Eshak ovozi eshitilyapti akalar. Bu yerda qandaydir bo'shga qo'yib qo'yibdi akalar mehmonxonaning o'rtasiga. Mayli akalar, mana eshikni ochamiz. Uni eshakni kalla pocha qilib ketganman. Yo'q akalar, xavotir olmanglar. Zinani tayida akalar, tanasi ham bor. Prosta akalar ko'rgazmaga qo'yib qo'ygan. Xo'p akalar, bu yerda ochamiz. Akalarni pishiriq odam-ku. Shrekda akalar multfilmida ko'rgan pishiriq odam. Napolon musur toshyaptimi? Qandaysan deyapti akalar. Men bu yerda ishlayman va bu yerdagi tartibsizliklarni tozalayman dedi. Izdan kira olarmikanmiz? Qani birachika men ham kiray qorong'i xonaga. Yo'q akalar, bizni kirgizmaskan. Xo'p, mayli akalar, menimcha shu yer bizning xonamiz bo'lsa kerak. Akalar, mana shu yer bizning xonamiz ekan. Deyapti, men uxlashimdan oldin chiqim kelyapti deyapti. Demak akalar, pastga tushamiz. Shu menimcha akalar tualet ham pastda bo'lsa kerak. Mana Shrekdan so'raymiz akalar, qayerga borib degan ish qilib kelishimiz mumkinligini. Xo'p akalar, davay. Shrek deyman. Kechirasiz, tualet qayerda deyapmiz akalar biz. Tualet mana shu yerda deyapti. Xo'p akalar, bosamiz. Faqat deydi devorlarga siyib tashlama deyapti akalar. Cho'ta mendan oldin akalar, bu yerda yashashga kelgan odam cho'ta devorlarga siyib tashlaganman deymanda. Xo'p akalar, tualetga akalar ehtiyotkorlik bilan o'tiramiz. Tualeti ham voy nimalar bo'lib ketdi akalar. Juda ham dahshatli ish bo'ldi. Shovqinda nima bo'lsa ham shirik eshitmagan bo'lsin akalar. O'sha basharasi bujmayib ketibdi akalar. Juda eshitganman deymanda. Men qilmadim, mana suvni oqizaman degandim, o'zi shunday ovoz chiqib ketdi. Siz akalar suramiz, eshiklarni ham yopib qo'ying. Eshakning ovozi yoqmayapti akalar, juda yomon yoqmayapti borku. Ketdik akalar, tepaga chiqamiz, nimagadir yurmay qoldi. Ketdik akalar, davay endi o'zimizning xonamizga boramiz. Birinchi kunimiz uncha yaxshi bo'lmadi. Bu endi kim, Shrekning tog'asimi? Mayli akalar, birinchi kunimiz yaxshi bo'lmadi, endi ikkinchi kunimiz yaxshi bo'lar degan umiddaman. Bu personajda bor-ku, qilgan ishini ko'rib men uyalib ketdim. O'zi ham katta qilib chichgan bo'lsa kerak u akalar. Mana akalar, yana mehmonxonaga keldik. Bizga juda yomon qarayapti akalar. Juda tualetda katta po'xti ko'rganman deymanda akalar. Xo'p, mana nima bu yerda turibdi? Orqasi yeyilganmi, a? Yo'q akalar, shunday prosta shunday ko'rinayotgan ekan. Xo'p akalar, bosamiz. O'tgan tun deydi kimdir katta qilib chiqib ketibdi. Uni tozalashga ancha vaqt ketdi deyapti akalar. Hozir sen deydi, tozalashga yordam berasan deyapti akalar. Mayli akalar, tozalashga-ku yordam beraveraman akalar. Xo'p akalar, mana birachkani qo'ldan olamiz. Ketdik. Tozalashimiz kerak ekan. Bu birachka juda g'alati yig'layapti akalar. Yig'layapti bizni birachkamiz. Endi akalar, endi nima ham derdik, bunga men hech narsa deya olmayman. Kecha katta qilib akalar tualetiga chiqib ketgandim, uni tozalaguncha akalar bechora hayot ko'z o'ngida o'tib ketgan bo'lsa kerak, o'shanga akalar yig'layapti, e'tibor bermaysizlar. Xo'p, eshikni qulflab qo'yibdi akalar, endi chiqa olmaymiz. Yerdagi akalar rasvolardi akalar, mayli tozalaymiz, lekin bularni men qilganim yo'q edi. Lekin akalar, bu oson ish tualetni tozalaydiganda boru katta narsani olib tashlashga. Mayli akalar, shu haqida gapirmaylik, tishlarimga ham kirib chiqsa kerak. Xo'p, endi akalar, mana bu yerda ham tozalaymiz. Menimcha qomat deb o'ylayman. Qomatda ham akalar endi ketsa ham bo'lsa kerak. Qani birachika eshikni ochamiz.
Obagilar tashqariga chiqamiz, hali ham yig'lab o'tiribdi. Xafa bo'lmang, endi shu bitta chichganimga shuncha yig'laysanmi? Xo'sh, Shrek juda bizdan xafa akalar. Gapirmayapti, menga qarashini qaranglar, shuni yoqimsiz qarayapti. O'zimdagilar yomon g'alati his qilib ketyapman. Eshakni qaranglar, shu eshagim yoqmayapti borku. Mayli akalar, ikkinchi etajga chiqamiz. O'zi 5 kun qolishimiz kerak. 5 kun chidasak, bu endi kim bo'ldi akalar? Qo'shnimizmi deymanda, bu kim edi deyapti akalar. Buni personajam aytayapti o'sha. Buni rasmga qarab turganda shunday bir yoqimsiz akalar, shilimshiq yashil bashara. Shu rasm tomosha qilib akalar, balo bormikan undan ko'ra. Oh deydi, men uxlay olmayapman deyapti. Menimcha deydi, rasmni ko'rishim kerak deyapti. Uxlashdan oldin akalar shu rasmni ko'rgisi kelib qolibdi. O'zi menga mana shu rasm yoqmayotgandi borku. Mana shu rasmda aytibsanmi mayli akalar, ko'rsa ko'rib boraveramiz borku. Nima qildi? Aksirdimi? Voy akalar, nima qilib qo'ydim deyapti akalar. Aksirganga ham o'xshamay qusuverdi-ku. Nimadir qilishim kerak deyapti akalar. Nimadir qilish akalar, aniq kerak. Yoshiramiz akalar. Davay, kimdir yugurib kelyapti akalar. Duk eshik deyapti brachka. Yaxshi akalar, oz qoluvdi deyapti akalar. Buni brachka aytayapti. Juda Shrek yugurib keldimi deymanda. Ha. Qandaysan, senga qanday yordam bera olaman deyapti. Tepani tekshirgani keldim. Qandaydir bir g'alati ovoz tepadan keldi deyapti. Men eshitganim yo'q deb akalar bizni personaj aldayapti. Ishonching komilmi deyapti. Ha, hammasi yaxshi deyapti akalar. Yaxshi, men ketaman deyapti akalar. Yaxshi, sezmadim, buni qusib tayladi-ku akalar. Buni qaranglar, qusdik bor-ku. Aksirganimiz ham yo'q bor-ku, qusib yordik. Mayli akalar. 3-kun Shrek sezib qolsa lekin akalar aniq mazamizni qochiradi. Juda yomon ikkalasi pichirdashyapti akalar. Ikkalasi akalar riski menga yomon qaradi akalar. Nimadir deb pichirdashyapti-da. Mayli akalar, gapirsa gapiraversin, men haqimda emas deb umid qilaman akalar. Xo'p, bu yeri oshxona ekan. Buni qaranglar akalar, kecha qo'shnimiz rasm tomosha qilayotganda juda g'alatiroq odamga o'xshayapti akalar. Buni qaranglar, it kiygan mushuk semirib ketganini qaranglar akalar. Dahshat semirib ketdi. Короче, Xitoyda akalar ovqatini olamiz. Men buni o'tirib yeyishni xohlayman deyapti. O'tiradigan joyimizni ham o'zi ko'rsatib qo'ygan ekan akalar. Mayli, o'tiramiz. Hey, qandaysan? Nima ishlar qilyapsan deyapti akalar. Bizni personaj aytayapti. Qo'lini qimirdatib qo'ydi akalar. Prosta qo'lini shunchaki qimirdatib qo'ydi. Salom alaykum yo'q. O'zi ham bir o'laksa qushga o'xshar ekan akalar. Mayli akalar, ketamiz. Ustidan kulmaymiz. Brachka eshikni yop. Juda shu menga yomon qarayapti. Tualetda ham qulflab qo'ygan, endi meni kirgizmasa kerak akalar. Endi bunda ishdan keyin juda yomon qarayapti akalar. Juda Shrek meni yomon ko'rib qoldimi deymanda. Mayli akalar, men endi personajim shunaqa akalar. Endi men nima qilay? Tualetga kirib unaqa ish qilishini bilganda akalar vaqtda kirmasdim. Rasm ham yo'q. Meni xonamda turibdi. Qo'shnini xonasiga yoshirib qo'ysak bo'lmasmikan akalar? Shu rasmda bor-ku. Xonamda turish xavfli-da. Biron kun Shrek kirib qolsa, rasmni ko'rib qolishi mumkin. Xo'p. Mana akalar, o'ynab akalar, gapirib 4-kunga ham keldik. Shrek akalar o'zi yo'q mana. Shrek shu tepada bo'lmasin-da, nima bo'lsa ham shu xonamda kutib turgan bo'lsa, hapchita akalar dabdala bo'lar. Mayli akalar, sekingina tepaga chiqib yaxshi niyatlar qilamiz. Akalar, voy! Shrek akalar rasmda to'g'apti. Bu mening buyuk tog'amning rasmi edi. Bilasanmi shuni deyapti. Menda yetarlicha muammolar bor o'sha deyapti. Hozir deyapti, buning uchun sen menga deydi ishlab berasan deyapti. Akalar, bir stavka ishlab berishimiz kerak. Pastdagi qutilarni oldi, tepaga omborxonaga olib kel deyapti. Mayli akalar, pastda quti ko'rgandek bo'ldim. O'zi 3 ta akalar quti ko'zimga tushdi. Mayli akalar, tinchgina qutuldik akalar. Mana Shrekdan borku. Xo'p akalar, mana 3 ta quti bor ekan. Bitta qutini olamiz. Endi 3 marta tushib chiqib qutilarni endi akalar tepaga olib borishimiz kerak ekan. Mayli akalar, mana Shrek turishini qaranglar a. Turishini qaranglar akalar, mana kallasini shunday yomon qarayapti, juda jahli chiqyaptimi deymanda mendan. Xo'p, shu yerga qo'yishimiz kerakmi? Qayerga qo'yamiz? Mana yerga qo'yar ekanmiz. Buni qurollarini qaranglar. Bu qurollarni ko'rgandan keyin Shrekdan qo'rqib boshladim akalar. Juda men nimadir qilaydi ekanday tuyulib ketyapti akalar menga. O'sha 4-kun akalar yetib keldik. Brachka akalar mana shu yerda turgan ekan. Hey, qandaysan? Nima ishlar qilib yuribsan deyapti. Salom, men yaxshiman. Senga yordamim kerakmi deyapti. Mayli. Yaxshi короче qilib tarjima qilmaymiz. Qutilar tepaga olib chiqishga yordam ber deyordi. Xo'p akalar, biz ham izdan qutini olib chiqamiz. Sekinroq yuray, brachka.
Vapishda mendan ham tez chiqib ketyapti akalar, ko'ryapsizlar nima? Yaxshi akalar, mayli. Tarib chiqib ketdi, buni mana bu yerga qo'yamiz. Uje 4-kun ishkal bo'ladi akalar, men sezyapman. Xo'p, yaxshi bola, uxlashga borishing mumkin, deyapti. Mayli, aytmasangiz ham uxlashga boraman. U kallasini qaranglar akalar, 2 kalla bo'lib ketdi. 120 deb buni 360 gradus bular. No birachka olayman, men bu yerda turibdi. Juda rasm tomosha qilaverib odat bo'lib qolgan akalar, o'sha yerda turish. Rasmni ham olib ketibdi akalar, yaxshi. Endi akalar uxlaymiz. 5-kun o'zlaring bilasizlar akalar, katta ishkal boshlana. Yarim tun deyapti. 5-kunga o'tmadik akalar, yarim tunda turish bu yomonlik alomati. O'zlaring bilasizlar, eshik ochamiz. Sekin chiqamiz, shu atrofda shirik bo'lishi mumkin. Menimcha akalar yarim tunda qochishimiz kerak bo'lsa kerak. Yo'q akalar, qochmaskanmiz. Bu yerda ochamiz akalar. Ochilmadi. Endi bu yerlarda ham ko'ramiz, qani birachka. Ya, bizni qo'shnimiz akalar yotgan joyida qaranglar, buni ichiga pichoq tiqib ketgan akalar, yotgan joyida ko'zi ochiq qolib ketibdi akalar. O'zi ko'z yumilganini ham ko'rganim yo'q. Birachka o'libdi. Bu yerdan surmasak bo'lmaydi akalar. Bu yerdan surmasak. Voy yana jonim. Bu basharani qaranglar. O'lgidek qo'rqitib yubordi-yu. 5-kun. Endi akalar biz 5-kunimiz boshlandi. Juda yer to'laganmi, qayergadir akalar bizni tiqqanma deyapman, chunki bunaqa joy ko'rmagandim. Kola bor ekan akalar. Qani akalar, bittasini ichib olamiz. Yaxshi. O ekran oqarib ketdi, juda spirtli ichimlik emasmidi? O'zimni kuchli his qilyapman deyapti. Yaxshi akalar, kuchli his qilayotgan bo'lsa, endi bu yerdan surishimiz kerak. Qandaydir panjara bor ekan. Kuchni ko'paytiradigan kola ekan akalar, demak buni qaranglar, qanday qayirib tasha. Xo'p akalar, shu atroflarda ham shirik yuribdi-da akalar. Men ko'nglim sezyapti, quvalaydi akalar bizni. Deyapti, o'zimni yana kuchsiz his qilyapman deyapti. Mayli birachka o'zingni bir kuchsiz his qilaverar ekansan-da sen ham. Sen tirikmisan? Seni o'lgan deb o'ylagandim, deyapti akalar. Menga ko'rishimga yordam ber, hozir nimadir topaman seni ozod qilganni, deyapti. Bu birachkani ham endi ozod qilishimiz kerak akalar. Endi bu yerda qoldirib ketolmaymiz. Men bir narsani tushunmayapman, Shrekning rasmini men rasm o'qigan bo'lsam, u birachkani nima daxli bor ekan-a? Xo'p, короче, meni ikkita ichishim meni hayotimga xavfli ta'sir ko'rsatishi mumkin, deyapti akalar. Men balkim oshib ketar ikkitasi, deyapti akalar. O'zim ichaman, bittasini olaman u ichmayman. Mana shu bizga to'g'ri keladi, birachkaga akalar olib borib beramiz. Chunki akalar aytayapti, ikkitasi meni hayotimga xavfli ta'sir ko'rsatishi mumkin, ichib o'lib qolmaydi akalar. Xo'p akalar, mayli, buni birachkaga olib beramiz. Shu yerda buni ol, energiya beradigan ichimlik, uni ich, deyapti. Yaxshi, deyapti. Juda kimdir ovoz chiqardi. Mana akalar, Shrek kelyapti. Qochamiz, birachka qoch. Aytdim-ku akalar, men sizlarga quvalaydi desam, akalar sizlar yo'q dedilar. Tez yugurarmikan akalar, yo xolaga o'xshab bu Shrek ham akalar sekin yugurarmikan? Bir qarab olsak akalar, hech narsa qilmas. Akalar kelyapti. Sal qolibdi akalar, o'sha yetib olishiga endi qayerga qochamiz akalar? Yaxshi akalar, bu yerga ham kelib oldik. Ana akalar, Shrek keldi. Endi shu yerda ishkal bo'ladi akalar. Kelishini qaranglar akalar, Shrek. Ana qiltirqqa ichimlik bergandek ichib akalar. Bu vapishda katta bo'lib ketibdi. Lekin akalar ko'zi o'zgarmabdi akalar, har doimgidek qolibdi. Endi akalar solishar, lekin Shrekda akalar bo'yi past bo'lib turibdi. O'sha akalar qo'rqqani sezilyapti. Mana basharani qaranglar, gavdani qaranglar. O'zim ichsam bo'lar ekan. Akalar qurolni oldi, ushlab oldi akalar. Tasavvur qilasizlarmi? Vapishda tez keladigan akalar o'qitishni oldi, Shrekka qaytarib otdi. Shrek porlab ketdi. Qaror do'stlar, video chamiz shu yergacha edi. Yoqqan bo'lsa like va do'stlar obunani bosib qo'yasizlar.